Qanchalik loy chaplashga urinishmasin, qo'llari loyligicha qoladi ham. Mana gapiryapsanmi deb chiqsin menga. Nihoyat sukut buzildi. Feruza Normatovaning turmush o'rtog'i Olloyor birinchi marta jonli efirda hammasini ochiq aytdi. Qiz bolani orqasiga bekinib, boshqarib, meni vobsheta interesovatsiya qiladigan narsa bitta o'g'lim bo'ladi. Feruza Normatova bilan bog'liq bu holatda Olloyorning chiqishi shuni anglatadiki, u janjallar, eski munosabatlar yoki kim haq, kim nohaq degan bahslarga umuman qiziqmaydi. Uning aytishicha, unga faqat bitta narsa muhim, ya'ni uning farzandi Murod. Boshqa tomondan esa Shahlo Salayeva o'z pozitsiyasini aniq bildirib, bu hayotdagi eng katta omadim Veyselni uchratganim deydi. Veyseldaqa insonni meni hayotimga bergani bu meni eng katta mukofotim. U o'z tanlovi uchun hech kimga hisob bermasligini ochiq aytmoqda. Bu voqea shuni ko'rsatadiki, har kim o'z yo'lini tanlab bo'lgan, lekin ularni hali ham bog'lab turadigan eng muhim rishta bu ularning farzandi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar kapля mujustvasi bo'lsa, mana gapiryapsanmi deb chiqsin menga. Agar kapля mujustvasi bo'lsa, qiz bolani orqasiga bekinib, boshqarib, meni vobsheta interesovatsiya qiladigan narsa bitta o'g'lim bo'ladi. Boshqa narsa yo'q. Aytdim, gapiryapman. Agar qaysi bitta mana shu aqlli inson agar mana adekvatni bir ayol kishi bo'ldi, ayol kishilarga aytdim. Adekvatni ayol kishi agar o'zini bolasini shu taqdir o'xshamagan inson, "Hey, meni bolam-ku. Men kechganim yo'q-ku." deb gapirayotgan payti sen boshqa hali to'yin bo'lmagan insonga uni qamattirish agar правильный narsa bo'lsa, bu men neправильный mazmashdi. Qanchalik loy chaplashga urinishmasin, qo'llari loyligicha qoladi ham. Loy bizaga tekkani ham yo'q. Intervyu bermaysizmi? Ehtiyojim yo'q chunki. Qanaqa intervyu berganman, o'sha aytadi menga. Hech kimga hech narsa isbotlashga ehtiyojim yo'q. Veyseldaqa insonni meni hayotimga bergani bu meni eng katta mukofotim. Shunaqa yaxshi inson men hatto ta'riflay olmayman. Lekin Alloh har doim o'zingga o'xshaganlar bilan siylaydi. Xatolaringizdan afsuslanasizmi? Xatolarimdan afsuslanmayman. O'sha xatolarim sabab hozir juda ham tajribaliman. O'sha xatolarim meni hozirgi holatimga olib keldi va yaxshi hamki o'sha xatolarni qilganman. Hammasini tushundim. Darsimni oldim.